Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz yangi javdar urug'i ekilgan dalasidamiz. Bu hozirgi paytda Ohangaron tumanida ekilgan bu javdarni yangi navi Serbiya instituti tarafidan ishlab chiqarilgan NS Savo navi bu. Bu asosan chorva uchun ko'k massa sifatida ishlatsa bo'ladi. Bo'ylari 1,5 ba'zi joylarda 2 metrgacha bo'ladi. Bu hali yana o'sishda davom etadi. Mana endi hozir maychalash davridan o'tdi. Roj javdar juda ham kasalliklarga chidamli, keyin buni tuplashi yaxshi. 1 gektariga 150 kilogramm norma ekiladi. Shunda 140-150 kilogramm ekilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu bu yerga ham qancha 150 kilogramm ekilganmi? 150 kilogramm ekilgan bo'lishiga qaramasdan mana qalinligi, tuplashlari zo'r. Keyinchalik tuplab ketadi. Lekin boshida serik tuyuladi. Keyin sekin qalinlashib tuplab. Roji ya'ni javdarni yana bitta yaxshi xususiyati shundaki, bu atrofida boshqa begona o'tlarni chiqartirishga qo'ymaydi. Hammasini qisib tashlaydi. Buni tomiri patak tomir. Tomiri qisib tashlaydi boshqa begona o'tlarni. Faqat o'zini o'stiradi bu. Mana hozir 25-aprel kunidagi holati, 2026-yil 25-aprel bugun. Agar mabodo ko'k massaga kimdir o'rmoqchi bo'ladigan bo'lsa, yana bir 10 kundan keyin bemalol o'rish mumkin. 10 kundan keyin u degani 5-mayda senaj uchun bemalol tayyor bo'ladi, o'rish mumkin.